Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa behisob hamdlar, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. Ya Allohim, bizlarga ato etilgan osoyishta hayot, sihat salomatlik, halol rizq va farzand va nabiralar ne'mati uchun senga shukronalar aytamiz. Parvardigoro, xonadonlarimizni osoyishta, qalblarimizni xotirjam qil. Oilalarimizga ahillik, dasturxonlarimizga to'kinlik, hayotimizga fayz ato et. Ya Rabbim, farzandlarimizni dinu diyonatli, ilmli, odobli qilib kamolga yetkaz. Ularni xalqqa foydasi tegadigan solih bandalaringdan qil. Ko'zimizni quvontiradigan, el orasida yuzimiz yorug' bo'ladigan baxt va saodatli avlodlardan aylagin.